Assalomu alaykum YouTube kanalimiz kuzatuvchilari, pritsep ishqibozlari, yangi pritsepimiz dramalari davlasi boshlandi. Bu pritsepimiz razmeri davlasi eni 180, uzunligi 3,5 metr. Bu ag'darmaydigan pritsep bo'ladi. Ag'darmaydigan, usti panjarali bo'ladi. Bu pritsepimiz Toshkent viloyatiga tayyorlanyapti. Davlasa buni ertaga risollarini qo'yib, kuruklarni o'rnatib tayyorlaymiz. Buni ham videosini qo'yamiz, xudo xolasa. Akalar, kimga qanday pritsep kerak bo'lsa, bemalol aytaverasizlar, chiroyli qilib tayyorlab beramiz. Manzilimiz Farg'ona viloyati Bo'yda tumani Yangiqo'rg'on. Pritsepimizda risollari kelgan, kuruklari kelgan, diskalari yetib kelgan. Hozir ko'rsatamiz buni ham. Kuruklarimiz katta ruminskiy kurukdan qo'yilyapti. Aylanishlari xudo xolasa cho'tka aylanadigan kuruklar. Katta kuruk. Biz kichkina kuruk qo'ymaymiz, katta kuruk ishlatamiz faqat. Stupitsalarimiz 20 tur bo'lganiki, diskalarimiz 20 tur bo'lganiki, diskamiz holatlari ham yaxshi holatlarda, diskalarimiz hammasi sostenalari tiniq diskalar qo'yilyapti. Mana hammasi to'ralasi ham tiniq diskalar. Risollarimiz katta pritsep risollari, katta joylashgan risollardan qo'yilyapti. 9 talik pachka risollar qo'yiladi. Kimga qanday pritsep kerak bo'lsa, bemalol aloqa chiqaverasizlar. Ekranga nomer yozib qoldiramiz. Yana bitgan pritseplarimizni ham ko'rsatamiz hozir. Asalari pavilyonimiz ham 100% tayyor bo'lib bitdi. Ramalarning kraskalarini sepib qo'yganmiz, qoraga sepganmiz. Bu 3 etajli pavilyon. 3-etajda hozir ar turibdi, yaxshiga turibdi. Bunimiz ko'chma vagon. Cho'pon akalarimiz uchun ko'chma vagon. Buni ham to'liq videosini ertaga 100% bitgan videosini ko'rsatamiz. Bu ham 100% bitgan. Buni ertaga evakuatorga yuklab chiqaramiz, xudo xolasa. Samarqand viloyatiga tayyorlangan asalari pavilyonimiz. Kimga qanday pritsep kerak bo'lsa, bemalol aytaverasizlar, chiroyli qilib tayyorlab beramiz. Orqa tomon eshiklari bor, old tomon eshiklari bor. Ikkala yonida ar qo'yib teraveradi ham joylariga mana. Endi hozir qorong'i tushib qolganligi uchun yaxshi ko'rmayapti. Ertaga buni kunduzi to'liq videosini ko'rsatamiz. Tomda luklari bor, luklarigacha ochib ko'rsatib beramiz. Ekranga nomer yozib qo'yamiz, aloqa chiqaverasizlar. Hammaga omad, charchamanglar.